Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz ayam bilan Baliq bozoriga bordik. O'zimiz ko'chadan yurmoqchi edik. Ko'chamiz buzilibdi. Anaqa yerini buzishgan. Hindistonning ko'p ko'chalari, ko'p joylari mana shunaqa musor, rasvo bir holatga aylanib bo'lgan уже. Rikshaga o'tirdik. Bugun bizda havo juda ham salqin. Уже bo'tda faqat issiq bo'ladimi deb o'ylasam, yo'q, kunlar ham sovurgan. Mana bunaqa yengi uzun narsada уже odam sovqatadi-da, ustidan yana nimadir kiymasa. Короче, Baliq bozoriga kirib keldik. Baliq bozor emas deb o'yladim birinchi, чтобы kiyimlar, kiyim-kechaklar, shunaqa oziq-ovqat narsalari bor edi birinchi kelganimizda. Keyin bilsam, sal ichkariroqda ekan, juda ham hidi sassiq, chidab bo'lmaydigan darajada. Chunki u yerda bitta baliq sotilmaydi-da, hamma narsa nima echki, u bu nimanidir go'shtlari yo'q, boshqa narsalar. Hidiga chidab bo'lmaydi, короче, hamma narsa aralashib ketgan. Mana o'zlaring ham ko'rsalaring bo'ladi. Menimcha, chetdan turib, videodan turib yetkazib bera olayotgan bo'lsam kerak hidini. कौन सा बोनलेस है मैडम? ये देखो ये वाला नहीं ये 600 है वो Shimimni mamnaqa qildim, bo'lmasam rasvos chiqardi. Bor agar bilganimda shim kiymasdim bo'tga. Nima deb o'ylaysan sen, Afari? Nima deb o'ylaysan? Baliq bozoriga ketyapsan. Nima qilasan fason bo'lib, to'g'rimi? Nima kerak? Hamma narsa bor ekan, ko'rganinglardek g'oz, tovuq, hammasi ish qilib, men buni qaraylar jirkanmasdan shuni yana trik bu qo'lidagi. Meni nomi qisqacha baqamda. Короче, go'sht oldik bu yerdan. Baliq oldik, go'sht oldik. Halol go'sht topish qiyin Hindistonda. Do'konga kirib uyimizga kerakli bo'lgan narsalar oldik. Bu yerda mana bunaqa aloviya, mosh, tudim narsalar shunaqangi o'ralgan shaklda bo'lar ekan. Bizda bunday qo'yib qo'yishadi-yu, biladi, yo spetsialniy o'zini anaqalariga o'ralib, хотя бы shu joyda sal farosatlari ishlashibdi. Ishlabdi.